Uyga olingan narsani qo'shniga olib chiqib bermaydi. Tegma hech narsaga. Voy. Voy, ki? Assalomu alaykum kenaya. Va alaykum assalom. Oyim jo'natgandilar. Shunga ozgina guruch solib bera olasizmi? Xo'p. Xos. Mana. Rahmat kenaya. Xo'p, arzimaydi. Voy, ki? Assalomu alaykum kenaya. Oyim jo'natgandilar. Mana shunga ozgina guruch solib bering. Ha, xo'p. O'zi bolam qayerda turasan? Shu mahallada. Yaxshi. Hozir guruch olib chiqaman, birga uyingga boramiz, xo'p? Xo'p. Oyi, qarab oling. Voy, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Tinchlikmi qo'shni? 2 kundan beri o'g'lingiz bizanikiga borib guruch so'rab kelyapti. O'g'lim, bor, ichkariga kir. Xo'p. Uzr. Men hijolatda yana siznikiga chiqardim. Kecha boshqa qo'shnilarnikiga chiqargandim. Hech kim yordam bermadi. Yaqinda bu uyga ijaraga ko'chib keldik. Erim vafotidan keyin 3 ta bolam bilan qiynalib qoldim. Siz bergan guruchni qaynatib bolalarimga yedirdim. Ertaga oylik olaman. Guruchni qaytaraman. Tushundim. Uzr. Kiring uyga. Yo'q, mayli. Men haliroq chiqaman. Yaxshi o'tiring. Voy. Assalomu alaykum adasi, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan? Ko'chadan kelsan, uyda yo'qsan? Qo'shnimiznikiga yangi ijarachilar kelgan ekan. Bir ayol, 3 ta bolasi bor ekan. Eri yo'q ekan. Juda ham qiynalgan ayol ekan. Ko'rib to'g'risi, rahmim kelib ketdi. Uyga kecha bozorlik qilib kelgandik-ku. O'shani olib chiqib bermoqchi edim. Uyga olingan narsani qo'shniga olib chiqib bermaydi. Tegma hech narsaga. Voy. Onasi, senga bitta taklifim bor. Xo'p, qanaqa? Umraga boramiz deb yig'ayotgan pulimiz bor-ku, shu pulni shu ayolga olib chiqib bersang. Juda qiynalgan do'stsan. Balki Alloh bizning umramizni qabul qilar. Shuni olib chiqib ber. Adasi, Alloh rozi bo'lsin sizdan.